Assalomu alaykum, hurmatli iste'molchilar. Aynan tug'ish yoshidagi farzand ko'rishni istab yurgan yosh oilalar diqqatiga. Agarda siz ayolingizni homiladorligi yaxshi o'tishini xohlasangiz, har xil boladagi nuqsonlarni oldini olishni xohlasangiz, kelajakda farzandingizda giperaktivlik, autizm holatlarini bo'lishini xohlamasangiz yoki farzand chaqaloqlik holatidan teri kasalliklari, har xil allergiyaga moyilligi bo'lmasin desangiz, marhamat, ayolingiz uchun homilador bo'lmasdan oldin mana shu DH deymiz, omega 3, aynan o'simliklardan olingan omega 3 hamda yong'oq yog'i tarkibida ham bor. Buni homilador bo'lishdan oldin, homiladorlik paytida juda ham yaxshi yechim hisoblanadi. Aynan bolani bosh miyasi, asab tizimi rivojlanishi uchun hamda ko'z a'zolarini shakllanishi uchun juda ham yaxshi narsa. Ko'pchilik so'raydi, homiladorlikda omega 3 mumkinmi? Juda ham kerak. Emiziklik paytida juda ham kerak. Bolalarda necha yoshdan boshlab berish mumkin degan savollarga aytamanki, bolalarga kerak bo'lsa 0 yoshdan boshlab omega 3 ni tavsiya qilish mumkin. Bu narsalar nafaqatgina bosh miya yoki ko'z nuriga, bundan tashqari immun quvvatni yaxshilashga, qonni yuvuvchalik xususiyatini ushlab turishga, bundan tashqari tanadagi har xil yallig'lanish holatlariga ham qarshi. Farzandlaringizga bering, ko'z nurini himoya qiladi. Chunki aksariyat farzandlarimiz kompyuter, telefon, televizorning atrofida o'tirishadi. Bundan tashqari injiq, qaysar, maktabda o'zlashtirishi past bo'lgan yoki repetitorda yurib qiynalayotgan, birinchi sinfga tayyorlayotgan bolalaringiz bo'lishi mumkin. Institutga tayyorlanayotgan holatlari bo'lishi mumkin. Mana shu holatda aynan mana shu omega 3 DH deb aytamiz. Bu sizni farzandingizga va siz uchun, oilangiz uchun ajoyib qo'rg'on hisoblanadi. Marhamat, foydalaning va sog'lom bo'ling.